2026-yilda bitta buxgalter hadya sifatida Gentraga ega bo'lishi mumkin. Shaxsan mendan. U uchun nima qilish kerak? Inplastda soliq qonunchiligi bo'yicha malakasini oshirsin, buxgalterlar chempionatida ishtirok etsin va Gentrani yutish imkoniyatidan foydalansin. O'zi chempionat qo'yishdan maqsad nima? Chempionatni qo'yishdan maqsad hozir aholi o'rtasida soliq qonunchiligi juda ham sust rivojlangan. Menga kelgan buxgalterlarning 90% birinchi marta soliq kodeksini aynan meni oldimda ochib ko'radi. Men soliq qonunchiligini ko'proq targ'ib qilmoqchiman aholini o'rtasida, вообще kasb egalarini o'rtasida, chunki asosiy ish qurolimiz bu baribir qonunchilik. Qonuniy jamiyat yaratamiz va buni bitta bo'g'ini bo'lish imkoniyati bor menda. Meni holatim pozvolyat qiladi. O'zimdan hadya sifatida qora Gentra qo'yish o'zimga bemalol pozvolyat qila olaman. Undan tashqari 4 kishilik sayohat qo'yib beraman. Undan tashqari 3-o'ringa 2 kishilik sayohat qo'yib beraman. Marhamat, qatnashinglar, o'zingizlarni qonundan biliminglarni oshiringlar. O'zingizlarni soliq, buxgalteriya tomonlama prokachivать qilinglar. Inplastda istalgan kurslarda o'qib, kerakli ballarni yig'adigan bo'lsangiz, chempionatda ishtirok etishingiz mumkin va o'zingizni omadingizni sinab ko'rsangiz bo'ladi. Nima uchun Gentra qo'yilgan? Chunki Gentra haqidagi videomiz chiqqandan keyin odamlar yozdi, o'zingizda mashina bormi, nega o'zingizda pеш qo'yib yuribsiz? O'rtoqlar, menda nafaqat mashina bor, menda mashinani tekinga hadya qilish imkoniyati ham bor va bu imkoniyatdan foydalanib sizlarga hadya qilmoqchiman, kelinglar.